Bolalar musiqa va san'at maktablarida o'qish uchun ota-onalar badal to'lovlarining oshirilishi ota-onalarda turli savollarni yuzaga keltirmoqda. Axir yanvar oyidan boshlab hech qanaqangi nafaqalar, stipendiyalar yoki oylik ish haqlari ko'tarilgan bo'lmasa, nima uchun aynan bolalar musiqa va san'at maktablarida ota-onalar badal to'lovlari oshirildi? Sababi bolalar musiqa va san'at maktablarida to'lovlar yil boshida bazaviy hisoblash miqdorining quyidagi foiz hisoblarida amalga oshirilishi belgilab berilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ish haqi, pensiya, stipendiya va nafaqalar miqdorini oshirish to'g'risida 2025-yil 2-iyundagi PF 91-sonli farmoni asosida 2025-yilning 1-avgust kunidan boshlab bazaviy hisoblash miqdori 412 ming so'm etib belgilanganligidan kelib chiqib 2026-yilning yanvar oyidan boshlab viloyat markazlarida joylashgan bolalar musiqa va san'at maktablarida musiqa yo'nalishida 206 ming so'm, musiqa yo'nalishida bir oilaning 2 va undan ortiq farzandlari tahsil olganligi uchun 144.200 so'm, san'at yo'nalishida 123.600 so'm, san'at yo'nalishida bir oilaning 2 va undan ortiq farzandlari tahsil olganligi uchun 86.520 so'm. Tumanlarda joylashgan bolalar musiqa va san'at maktablarida musiqa yo'nalishida 123.600 so'm, musiqa yo'nalishida bir oilaning 2 va undan ortiq farzandlari tahsil olganligi uchun 86.520 so'm. San'at yo'nalishida 82.400 so'm. San'at yo'nalishida bir oilaning 2 va undan ortiq farzandlari tahsil olganligi uchun 57.680 so'm. Kam ta'minlangan oilalardan bo'lgan bolalarni o'qitish uchun to'lovlar O'zbekiston Respublikasi davlat budjeti hisobidan amalga oshiriladi. Hurmatli ota-onalar, bolalar musiqa va san'at maktablarida to'lovlar har oyda keyingi oyning 5-sanasidan kechikmagan holda to'lanishi lozim.